Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, turmush ishqibozlari, biznes boshlayman degan aka-ukalarimizga yana bir gazoblok stanok komplektimiz 4 dona qolipimiz bilan rushnoy, ya'niki yerda o'rnaydigan qoliplarimiz bilan. Bu yerda o'rnaydigan deganda faqatgina yerda o'rnamaydi, xudo xolasa relsga olsa bo'linadigan qoliplari bilan birgalikda 4 dona qolipimiz bilan Samarqand shahariga olib kelib o'rnatyapmiz, xudo xolasa. Bu yoqda mana Shohruxbek akamizga o'rnatyapmiz. Nasib bo'lsa hozir ispitaniyaga kuyish jarayonlari ketyapti, xudo xolasa. Qoliplarimizga sementlarimiz, qumlarimiz tayyorlangan, tayyor holda turibdi. Akamiz hozir o'zi quyib, o'zi o'rganish maqsadida mana o'zi quyyapti hozir, xudo xolasa. Birinchi qolipiga nasib bo'lsa o'rgatib ishib chiqqan videolarni mana shu video davomida ko'rish mumkin bo'ladi, xudo xolasa. Bemalol videoni oxirigacha ko'rib, bittadan like bo'lib, obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa bundan-da yangi videolarimiz chiqadigan bo'lsa ham bahramand bo'lasizlar, nasib bo'lsa. Sizlarga yoki sheriklarga foydali bo'lib qoladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa, olib borib o'rnatib, ustanovkalarni qilib, shunaqangi bitta qolipga qo'yib, ispanalarni qilib beramiz, xudo xolasa. Mana hozir qum tashlash jarayonlari ketyapti. Qumimiz ham oxirgi qoplari qoldi. Motorlarimiz ham 220 ga ishlayapti hozir. Bu yer o'ta katta zdaniya ekan, lekin 380 ni hamma to'klari bor ekan-ku. Kelajakda hovliga o'tib qoladigan bo'lsa degan maqsadda 220 ga o'tkazib olishdi buni. Mana xudo xolasa Samarqand shahriga o'rnatgan stanogimizni ham ispitaniyadan o'tkazib oldik. Nasib bo'lsa, bochkalarimizni ham tenlarni o'rnatganimiz sababli pastga oldik. Nasoslarimiz ham montajlanib tayyor holatda. Qolipimiz ishib chiqdi, xudo xolasa. Mana bordlarimizdan ancha ko'tarilgan holatda. Xudo xolasa yana ish jarayoni bo'lyapti bu yerda hozir. Sekirishish. Qoliplarimiz ham bir tekisda chiroyli chiqdi, nasib bo'lsa. Qoliplarimiz ham alyuminium qoliplardan bo'ladi, xudo xolasa. O'rnatib quyilaveradigan qoliplardan bo'ladi. Bu yerga hozir 4 dona qolipimiz bilan keldi Samarqand shahriga. Bundan bir hafta oldin Samarqand viloyat Paxtash tumaniga eng minilashtirilgan 6 talik stanogimizni ham o'rnatib ketgan edik. Videoni tepasida joylab qo'yganmiz. Xudo xolasa bu videomizni ko'rib qaysi biridan ma'qul kelsa, shunisidan zakaz qilsangiz, olib borib ustanovka qilib o'rnatib beramiz. Va mana bunaqangi presni, ya'niki gazovlokdan chiqqan отходниylarda ham bekorga sarf qilmasdan mana bunaqangi 2 donadan chiqadigan presni stanoklarimizni ham sotib olishingiz mumkin, xudo xolasa. Narxlarimiz hamyonbop kelishilgan holda bo'ladi. Dastavka ustanovkalarimiz ham kelishilgan holda bo'ladi. Dastavka deganda boshqa narsa, ustanovkasi bilan deganda boshqa narsa bo'ladi, xudo xolasa. Qaysi birida ma'qul keladigan bo'lsa, sizga asha tarkibda o'rnatib beraveramiz.